va qin toraytirish operatsiyasi nega aynan sizni tanlashimiz kerak? 3 kundan keyingi qiladigan operatsiyamiz qin toraytirish operatsiyasi. Biz boshqa joyda plastik operatsiya qildirgan qizni qayta plastik operatsiyaga olyapmiz. Nimaga? Chunki ularda aytishlari bo'yicha faqatgina kirish qismi qin toraygan, lekin ichkarida torayish kuzatilmagan aloqadan keyin ham va shuning uchun ham ko'rikda haqiqatan ham siydik qoplari, ichaklar to'g'irlanmaganligi uchun qayta operatsiyaga olyapmiz bu qizimizni. Qin plastik operatsiyasi shunchaki toraytirish uchun qilinmaydi. Ya'ni qin plastik operatsiyasiga tibbiy tomonlama ko'rsatma bo'ladi. Bu ko'rsatma nimadan iborat? Siydik qopi tushishi, ichakni qinga bo'rtib kirishi, bachadonni tushishi va mana shu kichkinagina teshik orqali qinni ichkarisiga kirib bu operatsiyani qilish murakkab jarayonlarni tashkil qiladi. Ya'ni operatsiya davomida biz nima qilamiz? Ichkaridan kirib siydik qopini devorini ochamiz. U shunchalik jarayonki siydik qopi va uning ichidagi o'sha siydik ko'rinib turadi hattoki. Bu yerda siydik qopini teshib qo'yiladigan bo'lsa, bu bitish juda ham qiyin jarayon hisoblanadi. Lekin xudoga shukr biz bu operatsiyani qila olamiz. Orta ichakka keladigan bo'lsak, ko'pchilikda qabziyat kuzatiladi. Qabziyatning sababi nimada? Mana bu normada ichakning turishi, bachadon tushishida esa qin kengligida mana shu ichak qinga xalta hosil qilib botib kirgan bo'ladi va shuni hisobiga qabziyat kuzatiladi. Va bu operatsiya davomida aynan mana shu devorini ham ochib, ichak bilan qin devorini ochib, ichakni pastga qo'yib, qindagi oshiqcha terilarni olib toraytirish amaliyotini bajaramiz. Bundan tashqari siydik tuta olmaslik, ya'ni yo'talganda, aksirganda siydik chiqib ketish holatlarida esa siydik nayiga maxsus lentalarni ham mana shu operatsiya jarayonida o'rnatib beramiz. Ko'rib turganingizdek, qin plastik operatsiyasi murakkab jarayonlardan iborat, lekin biz bu amaliyotni amalga oshiramiz.